O'zbekiston, assalomu alaykum jigarlar, semizlikka qarshimiz. Assalomu alaykum do'stlar, mana Rustam Ali Barber yugurib ketayotgan joyda o'sha mana sochimizni kaltaytiryapmiz. Yana yugurib ora-orada qochib ketyapti. Xullas bu bola ishmas bola ekan. Soch chola olib qochib yugurib yurar ekan. O'sha xullas bir bola olib sochingizni ogizmasangiz, yarmini olib yarmini qolib ketar ekanda. Maqsadimni so'ramaysizmi aka? Maqsadingiz nima o'zi bu? Yugurishdan bo'yicha hamma yugurib video oladi. Bir oy tinimsiz istoriya qilib qo'yadi, keyin to'xtayman yugurishdan. Bo'lmasa tinimsiz yuguraverам. Bu do'stimiz cho'ta ko'zga tanish bu. Qaydan aka? Bu xolasa akamiz yer sharining narigi chekkasidan, o'sha internet orqali kelgan akamiz. Havas qilib kelgan, lekin gapirmayman deyapti, chunki ularda ham asha eski urf-odat ustidan kulish, masxara qilish degan urf-odatlar bular tarafda ham bor ekan, oz-moz qolgan ekan. Tanish bilishlarida oldida uyalib qolishi mumkin deb gapirmaslikka qaror qildi ekan. Akamizni kibri bor deb o'ylabman. Yo'q, kibrli emas, prosta bu xalq og'zaki ijodi, shu masxara yo'nalishi bo'yicha ozor chekkan kishilardan bittasi bo'ladi. Biz endi ko'taramiz, chunki biz xalq ichida yurgan odammiz, gap ko'tara olmasak bunaqa joylarda ishlay olmaymiz. Shuning uchun qop gap bo'lsa ko'taramiz. Kukuruz qoplarda yuklar olib kelaverasizlar, xudo xolasa. Vagonda bo'yicha jahon chempion. Shaxsiyatga tegilmasa bo'ldi. O'zimiz ustimizdan mag'za va ko'mirni suvi hamma yo'qda gong suvimi, sharbatmi, xullas ko'chatga ketgan shirindami, biyagonusda go'mlarini to'kishsa ham farqi yo'q bizga. Короче, biz ko'taraveramiz. O'zimiz oq bo'lganimiz bilan ichimizdan his qilamiz, qora balchiqni ichida yashayotganimizni. Iloji yo'q, majburmiz. Bo'pti-da. Negativlarga yaxshi qarayman. Yaxshi ham negativlar bo'lmasa ko'tarila olmasdim. Boshqa ishingiz yo'qmi deydiganlarga mana shunaqa soch o'ynab yuraman tarafdan kechgacha. Bo'pti, Rustam Ali Barber yugurishdan to'xtamay, keling o kameraga ikkita kalla qo'yib qo'ying. Kelinglar akalar. Bosamiz, qo'linglar zaynat bo'lsa bosh qo'yamiz. Boshni ishlat degani bu, ma'nosi bor har bitta harakat.